Yo, kech ham tushib qolibdi. Tezroq uyga kiraolmasam, voy, jin ursin. Voy, yo. Yo'q, bu Shakibjon. Yo'q, dema menga. Yo'q! Ishmat aka, nima qog'oz berdi? Ishmat aka, Qishmat aka bajosh. xotin, san nima qog'ozsan san berdi? Alaqsiradingiz. Alaqsiradim, nima bo'lishi mumkin? Men ketyapman o'tirishga. Qanaqa o'tirishga? Dugonalarim bilan o'tirishim bor edi bugun. Ketyapman, yaxshi dam oling, mayliman. Bugunchalik yo'q bo'laman, kechga yaqin kelaman. Tushunmadim. Mayli, bo'pti. Ha, mayli. Judayam yuvib chiqmasam. Mayli. Hamma salomlar sizlar bilan men Renzo va mening yana videolarimga xush kelibsiz. Obunachinglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu nima uchsa bo'ladimi bunda? Qani? Jin ursin bo'lmasa kuncha. Jitel, qaraysan, yaxshimisan? Nima gaplar, Renzo ukam botdimi? Da yaxshi bot ketibdi. Qarachi, hozir xotiri ketib qoldimi? Da ketib qoldi emas, o'tirishga ketib qoldi. Ha, mayli. Mayli, unda men agrotomga shunday qarab olmasam, chunki mer shu uchun pul to'laydi menga, agrotom uchun pul to'laydi. Unga shu etib bermasam, narsalarni agrotomdagi narsalarni etib bersam va menga u har oyning oxirida pul to'laydi menga. Mayli. Xo'p, obunachilar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu kanalda umuman zerikmaysizlar. Shunaqa videolar har kuni deyarli chiqib turadi obunachilar. O'zingizlar so'rasang, nima gaplar yuribsizlar, onasini hamsin do'dirib, osiltirib degandek. Mayli, onasini hamsin. Mayli, hozir merga berib kelmasam to'g'rimi, Toshmat aka? Da, 100%. Onasini hamsin hozir merga berib kelmasam. Xo'p, mer uydanmikan? Uyda ekanlar. Bu jitellar, mayli, jitel o'tiribdi. Xo'p, assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Renzo, menga olib keldingmi? Ana narsalarni agrotomdagi. Da, siz bilgan ekansiz, men olib keldim, men sizga tashlayapman. Tushunmadim, bitta asosiyda qolib ketdi. Ko'rib turasiz, shuni ham men oling. Tushunmadim, menga kelayotgani. Mana qarang. Men oling buni, bo'ldi. Bo'ldi, yetib keldi. Da, yetib keldi. Ha, mayli, bo'pti, savdo bora qol, kerak bo'lsa chaqiraman. Okey, mer, men ketdim. Xo'p. Janob mer deya onasini hamsin. Mayli, hozir qaraysan, jitel. Mayli, ozgina kompyuter o'ynamasam uchun zerikib qoldim. Xotin yo'q, zerikib qoldim. Nay. Xo'p, obunachilar, videoga albatta like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar obunachilar. Chunki biz 1000 ta obunachini to'plashimiz kerak va bizning orada katta maqsadlarimiz bor. Shu maqsadlarga meni erishtirasizlar. Xo'p, men o'ynayman, kiramiz. Jennerson, nima bo'pti? nima bo'pti? Sizdan so'rash kerak. Qarachi, menga o'rmonda daraxt olib kelishing kerak, bani. Onasi ham kuchayib ketgansiz, siz ma'lumot olib. Ishi bo'lmasini, bor tezroq daraxt olib kel, men qo'limda bo'laman. Okey, davay mer. Xo'p, almazdan narsalarni olib, janob mer ham kuchayib ketgan bolalar, to'g'rimi? Agarda kim videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsa, kommentariyada mer so'zini yozib qoldiringlar, mer. Xo'p, bo'ldi, obunachilar, unda hozir shunday chopib kelmasak bo'lmaydi. Menimcha mer vahima qiladi onasini hamsin. U bu tuda qilib, onasini hamsin, mayli. Xo'p, men bu yerdan chopib kelamiz hozir. Mashinalardanmikan? Mana bu yerlardan, o'rmon orqasidan, iloji boricha ko'rinmaydigan joydan jin ursin. Mayli, yopib bo'ldim. Tushunmadim. Pennywise, qoch Pennywise bor ekan. Yo'q, jin ursin. Qayerdan kelib qoldi bu qizdan qishomizga? Jin ursin. Mer, qutqaring. Mer. Ortimdan kelyapti. Mer, qutqaring, mer. Jin ursin. Ortimdan kelyapti. Mer. Nima bo'pti, Renzo? Suv ichib olma. Suv ichish kerak emas. Ortimdan Pennywise qo'lyapti, mer. Qanaqa Pennywise? Sho'mayman, hech qanaqa Pennywise yo'q o'rnida. Yo'q, hozir qochib ketdi sizni ko'rib.
yo'qmi rostdan? Dada, yo'q, rostdan ishonmasangiz tashqariga chiqib ko'ring. Hozir chiqaman tashqariga qarang, kalliga bo'lsa tikka chopaman shon. Bo'ldi, mer, men narsalar zoningni tashqariga chiqib ko'ring. Okey, давай, my friend, давай, go. Давай, chiqib ko'ring, mer, bitta. Qani onasi yapsan, menda hech qanaqa Pennywise yo'q. Aldadingmi loqotdi, mana Jitildan so'rab ko'ramiz. Jitil, Pennywise ko'rdingmi bu yerda? Yo'q, hech qanaqa Pennywise yo'q. Tushunmadim, sen ko'rmadingmi? Yo'q, rezu ko'rmadim. Aldavotsan-a, yo'qolsan-a endi berligim uchun. Bor yo'qolay, men ishlarim ko'p. Tushunmadim, mer. Nimaga ishonmadi? Hozir Pennywise ko'rdimmi yoki ko'zimga ko'rindi? Men bilasizlar, sizlar aytinglarchi, Pennywise ko'rindimi yo'qmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Ko'rgan bo'lsa ko'rindi yoki ko'rmadi deb yozib qoldiringlar. Janob Jitel, короче, siz bu yerda ko'rdingizmi Pennywise'ni? Pennywise yo'q, qanaqa Pennywise ko'rmadim, hech qanaqa Pennywise. Nima do'st, lo'q ko'ryapsizlar. Mana onasini hamsidan tush ko'ryapmanmi yo? Jishdan ursin. Mayli, charchabman. Xotin keldingmi? Xotin? Yo'q, siz kimsiz? Pennywise. Yo'qmi? Pennywise meni uyimda nima qilsa? Yo'q. Pennywise menga tegma. Pennywise. O'zingni bos, Pennywise. Yo'q, menga tegma. Yo'q, menga tegma. Jonim, iltimos. Yo'q.